Hello everyone, my dear students. From today, we are going to start our English lessons with your Mumtoz Begim teacher. Assalomu alaykum barchaga aziz o'quvchilar. Bugundan boshlab sizlar bilan biz ingliz tili darslarimizni Mumtoz Begim ustozingiz bilan birga boshlaymiz. As you guessed, my dear students, our first lesson is going to be English alphabet. Siz taxmin qilganingizdek, aziz o'quvchilarim, bizning birinchi darsimiz ingliz tili alifbosi bo'ladi. If you are ready, my sweeties, your teacher is ready too. Agar siz tayyor bo'lsangiz, ustozingiz ham tayyor azizlarim. Demak, ingliz tili alifbosida jami 26 ta harf bo'lib, ulardan 5 tasi unli va 21 tasi undosh harflar hisoblanadi. Demak, azizlar, ingliz tili alifbosidagi birinchi harfimiz bu A. Ortimdan takrorlang. A. Juda ham yaxshi. Yana bir marotaba A. Aha, endi biz ikkinchi harfga o'tamiz. Ikkinchi harfimiz B. Ortimdan takrorlash yodingizdan ko'tarilmasin. B. Juda ham yaxshi. Barakalla. Endi uchinchi harfimizga o'tamiz. C. Yana bir marta takrorlang. C. Juda ham yaxshi. Endi 4-chi harfimizga keladigan bo'lsak, bu harfimiz hamma biladigan D harfi, ingliz tilida esa D. Yana bir marta takrorlashingizni so'rab qolaman. D. Juda ham yaxshi. Endi keyingi harfga o'tamiz. E. Yana bir marta E. Bu harfimiz ko'rib turganingizdek azizlar, o'zbek tilidagi E harfi, lekin ingliz tilida qanday talaffuz qilinar ekan? Aha, juda ham yaxshi. E deb talaffuz qilinadi. Keyingi harfimizdan davom etamiz azizlar. F. Barchamizga tanish bo'lgan o'zbek tili alifbosidagi F harfi ingliz tilida F. Yana bir marta takrorlaymiz. F. Barakalla, qoyil. Keyingi harfimiz G. Juda ham yaxshi. Yana bir marotaba G. Ko'rib turganingizdek, bu harfimiz o'zbek tili alifbosida G deb talaffuz qilinadi, lekin ingliz tilida qanday ekan? Aha, G deb talaffuz qilinadi. Azizlar, ortimdan takrorlaganingizdan juda ham xursandman. Keling endi shu o'rgangan 7 ta ingliz tili alifbosidagi harflarimizni sizlar bilan tezroq takrorlashga urinib ko'ramiz. Qani, ketdik. A, B, C, D, E, F, G. Juda ham yaxshi. Endi birinchi siz takrorlaysiz. Qani, boshladik. Ekranda paydo bo'ladigan harflarga e'tibor bering. A, B, C. Juda ham to'g'ri. D. Aha, E. Barakalla, F. Va eng oxirgi harfimiz, to'g'ri aytdingiz, G harfi edi. Endi o'rgangan harflarimizga sizlar bilan so'zlarni moslab topib chiqamiz. Qani, ketdik. Birinchi o'rgangan harfimiz A. E'tibor bering, bu yerda o'zbek tilidagi juda ham to'g'ri olma mevasi turibdi. Endi ingliz tilida qanday talaffuz qilinadi? Apple. Yana bir marta A. Apple. Juda ham to'g'ri. Yana bir marta takrorlang ortimdan. A. Apple. Aha, biz keyingi harfimizga o'tish arafasidamiz. B. Ball. Juda ham to'g'ri. O'zbek tilida koptok deya aytilgan bu darsimiz ingliz tilida qanday aytilar ekan? B. Ball. Juda ham yaxshi. Yana bir marta ball. Sizlar bilan keyingi harfga o'tamiz. C harfimiz uchun mos keladigan so'z
Juda ham to'g'ri. Ko'rib turganingizdek, shahar va ingliz tilida esa city. City. Yana bir marta takrorlaymiz. City. Juda ham yaxshi. Keyingi harfimiz D harfi va ekranda ko'rib turgan hayvoningiz barchamiz sevadigan hayvon. Juda ham to'g'ri. Kuchuk, ingliz tilida esa dog. Dog. Ortimdan takrorlash yodingizdan ko'tarilmasin. Dog. Juda ham ajoyib bolajonlar. Davom etamiz. Barchaning sevimli taomi egg. Yana bir marta takrorlaymiz. Egg. Oxirgi marta egg. Juda ham yaxshi. Keyingi harfga o'tadigan bo'lsak, keyingi harfimiz qaysi harf edi? Bu qaysi harf edi? F. Juda ham to'g'ri azizlar. Endi esa fish. Yana bir marta takrorlang. F. Fish. Oxirgi marotaba fish. Juda ham to'g'ri. Sizlar bilan oxirgi o'rgangan harfimiz qaysi edi? Taxmin qilib ko'ring. To'ppa-to'g'ri G harfi edi. Endi bu harfimizga to'g'ri keladigan so'z goat. Yana bir marotaba goat. Bu ko'rib turgan hayvoningiz ingliz tilida qanday aytilar ekan? Juda ham to'g'ri goat deya aytiladi. My dears, our next activity is memory game. Azizlar, bizning keyingi qiziqarli mashg'ulotimiz xotira o'yini. Let's start. Qani boshladik. Ushbu o'yinimizda siz ekranda chiqqan rasmlarni nomini topishingiz kerak bo'ladi. Qani boshladik. Qani topib ko'ring-chi, ekrandagi meva ingliz tilida qanday aytiladi? Juda ham to'g'ri. Apple. Keyingi rasmimizga o'tamiz. Bu narsamiz ingliz tilida qanday aytilar edi? B harfidan boshlanadi, barakalla. To'ppa-to'g'ri topdingiz. Ball. Keyingi harfimizga o'tamiz. Shahar. Ingliz tilida qanday aytilar edi, bolajonlar? Juda ham to'g'ri topdingiz. City deb aytiladi. Keyingi harfimizga o'tadigan bo'lsak, rasmda to'g'ri, kuchuk turibdi, ingliz tilida esa juda ham to'g'ri, dog. Ushbu rasmning esa ingliz tiliga tarjimasi qanday bo'ladi? Juda ham to'g'ri topdingiz. Ingliz tilida bu narsamiz egg deyiladi. Topa olmaganlar hech ham xafa bo'lmang. Yana bir marta ortimdan takrorlang. Egg. Juda ham yaxshi. Keyingi harfimizga o'tish arafasidamiz. Bu narsamiz qanday ataladi ingliz tilida? To'g'ri topdingiz. Fish deyiladi. Keyingi harfimizga o'tsak ham bo'ladi. Ekranda paydo bo'lgan hayvon ingliz tilida qanday aytilishini bilasizmi? To'g'ri topdingiz. Goat deyiladi. Topolmaganlar aytganimdek xafa bo'lmaymiz. Goat. Barakalla aziz o'quvchilarim, barchangiz aqlli va zukko o'quvchi ekansizlar. Men barchangizni talaffuzlaringizni ham eshitib qoyil qoldim. Endi esa keling keyingi o'yinimizga o'tamiz. Ushbu o'yinda siz ekranda paydo bo'ladigan tasodifiy harflarni birinchilardan bo'lib topishingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz? Qani unda boshladik. Xo'sh, ekranda ko'rib turgan harfingiz qanday aytiladi? Yo'q bolajonlar, emas. Yana bir marta taxmin qilib ko'ring. To'ppa-to'g'ri, I. Keyingi harfimizchi? Juda ham to'g'ri topdingiz. Bu harfimiz oson harflardan biri F harfi edi. Takrorlaymiz. F. Barakalla. Keyingi harfimizga o'tamiz. Topib ko'ringchi.
To'ppa-to'g'ri ingliz tili alifbosidagi ikkinchi harfimiz B harfi edi. Davom etamiz bolajonlar. Keyingi harfimiz qaysi harf ekan? To'g'ri topdingiz. Barchangizga qoyil D harfi. Ortimdan yana bir marta takrorlash yodingizdan ko'tarilmasin. D. Keyingi tasodifiy harfimiz qaysi harf edi? Yo'q bolajonlar, bu o'zbek tilida to'g'ri A deyiladi, lekin ingliz tilida esa A. Juda ham to'g'ri. Takrorlang A. Keyingi tasodifiy harfimizni taxmin qilib ko'ring. Barakalla aziz o'quvchilarim, C harfi edi. Takrorlang C. Va bizda oxirgi tasodifiy harf bu o'zbek tilida to'g'ri G deyiladi, lekin ingliz tilida esa G deb aytiladi. To'ppa-to'g'ri. Oxirgi marta takrorlang G. Barakalla. Good job my dears. Mana sizlar bilan ikkinchi o'yinni ham tugatib oldik. Endi esa uchinchi o'yinimizga o'tamiz. Bu yerda harflar ketma-ketlikda terilgan. Men esa ularni aralashtirib tashlayman. Endi bularni biz ketma-ketlikda topishimiz kerak bo'ladi. Siz aytasiz, men esa bularni raqamlab chiqaman. Qani bo'lmasa, boshladik. Bizning ingliz tili alifbomizda birinchi keladigan harfimiz qaysi edi? Topib ko'ringchi. Mana bu harf deb o'ylaysizmi? Yo'q, albatta bu emas. Yana taxmin qiling. Juda ham to'g'ri. A harfi. Qani, pastiga 1 raqamini yozamiz. Davom etamiz. Keyingi ikkinchi harfimiz balkim mana bu harfdir. Yo'q, bu emasmi? Qaysi biri? Mana bunisi juda ham to'g'ri. Zukko ekansiz. Barchangizga qoyil. Uchinchi harfimizni topishga o'tamiz qani? Uchinchi harfimiz qayerdadir shu yerda? Eng oxirgi harf deyapsiz. Juda ham to'g'ri. Keyingi harfimizga o'tamiz qani? 4-harf. Alifbodagi 4-harf qani? A, B, C va D. Ustoz, bu oson-ku deyapsizlar, to'g'rimi? Endi keyingi harfga o'ting chiqani, bu ham oson bo'larmikan? A, B, C, D. Qaysi? Juda ham to'g'ri. I harfimiz edi. Bunga qaysi raqamni qo'yamiz? 5 ni qo'yamiz. To'g'ri. Endi esa bizda atigi 2 dona harf qoldi. Qani ketdik? F mi yoki G mi? F yoki G. G deysizmi? Yo'q, albatta F harfimiz edi. Buni to'g'ri topganlar, barakalla sizlarga. Bunga qaysi raqamni qo'yar edik? Juda ham to'g'ri, 6 ni qo'yamiz va bizda eng oxirgi o'rgangan ingliz tili alifbosidagi harfimiz bu 7-harf hisoblanib, aytilishi esa G deyiladi. Mana azizlar, sizlar bilan 3-o'yinimizni ham tugatib oldik. Barcha o'yinlarda faol ishtirok etganlarga kattadan katta rahmat aytib qolaman. Thank you so much guys. Juda yaxshi azizlar, mana sizlar bilan ingliz tili dunyosiga birinchi qadamimizni ham bosib oldik. Endi Mumtozbegim ustozingizga bo'shashmaslikka va'da bering. Qani? Rahmat katta hammaga. Endi esa sizlarga uyga vazifa sifatida 7 ta o'rgangan harflarimizni va ekranda paydo bo'lgan mana shu so'zlarimizni yodlab, keyingi dars albatta ekranga yaqinroq joylashib, yana bizni kutishingizni so'raymiz. Goodbye everyone my dears. Azizlarim, barchangizga xayr, keyingi safar ko'rishguncha.